Diydor ko'chasiga tashrif buyurgan aziz qadrdonlar, mana shu yerda yig'ilgan barcha qadrdonlar muborak bo'lsin deymiz. Uchrashuv muborak bo'lsin deymiz. Mana shunday Allohning bir yaxshi kunida diydor ko'rishib turgan ekanmiz. Bunda ham ajoyib bir hikmat bor. Demak, bugun yig'ilishimizning asosiy sababi Samarqand davlat universitetini mexanika matematika fakultetini 1971-1976 yillarda o'qib, tugatib, tamom qilgan kursdosh do'stlarni 40 yillik uchrashuv bo'layotgan ekan. Yana bir bor aynan mana shu do'stlarni chin qalbimizdan diydor bilan tabriklaymiz, chin qalbimiz bilan, mehr bilan tabriklab qo'yamiz. Agar malol kelmasa, agar mana shu uchrashib turgan diydor uchun bitta qarsayini ayamasalar. Talabalik davri oltin davr deyiladi. Aynan mana shu oltin davrni bugun bir eslaydigan, bugun bir o'sha xotiralarga ko'miladigan, bolalik chog'iga lahzada bo'lsa bir qaytadigan bir fursat yetdi. O'ylaymanki, bugun davrada hamma gap, hamma so'z esingizdami degan so'zdan boshlanadi. Esingizdami? O'qib yurganimizda bunday edi, esingizdami? Bunday edi. Boya yuqoridan chiqib kelayotganimizda mana shu davrada o'tirganlarning birinchitasini gapi qulog'imga ham chalib qoldi. Esingizdami, nuqul bizga osho berardingiz. Bugun ham bayramdan keyin bir osho berasizda deb gap boshlandi. Aynan mana shu hamma gap esingizdamidan boshlanar ekan, bugun esda qolarli diydor oqshomi bo'ladi, esda qolarli bir kecha bo'ladi. Yana bir bora hammani chin qalbimizdan muborakbod etamiz va bu yerga nafaqat bugun kursdosh do'stlar, talaba qizlar, balkim bugun mana shu davrada ustozlar, murabbiylar, aynan mana shu fakultetda o'qigan talabalarni tarbiyalab ilmli qilishda o'zlarining umrlarini safarbar qilgan ustozlar ishtirok etyapti. Rahmonov Rashid Rahmonovich mana shu davramizda ishtirok etyapti. Ulug' Vatan urush qatnashchisi, ajoyib ustozimiz. Qolaversa, Abduhakim Nazarov mana shu davrada ishtirok etyapti. Asad va Musavvara opamiz mana shu davrada ishtirok etyapti. To'sha domlamiz Nuriyevich mana shu davrada ishtirok etyapti. Aynan mana shu ustozlar nomidan davraga bir ajoyib ustozni taklif etsak. Yuqorida nomlarni ta'kidlagan, nomlarni qayd etgan ustozlarimiz bundan oldingi uchrashuvda fakultetda hamma gaplarni aytgan ekanlar. Mana shu ustozlar nomidan davraga Qahramon Hamrayevichni lutfan taklif etamiz. Marhamat qilinglar, keling. Davra sizga muntazir. Tilaklar, istaklar, ko'ngildagi gaplar, o'sha bugun qarangki nafaqaga chiqqan shogirdlaringiz 40 yillik uchrashuvni o'tkazyapti. Mana shu shogirdlarni yoshlik chog'idagi sho'xliklarni bir eslab, talabalik davrlarini bir eslab, o'zingizda eng ezgu tilaklaringizni aytasiz degan umiddamiz. Marhamat domla, keling. Assalomu alaykum. Hurmatli davra qatnashchilari. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, kasbdoshlar. Yuqorida aytilgandek, bugun mana shunday bir ajoyib xursandchilikga qatnashib turganimizdan shaxsan men bilan birga kelgan do'stlarim xursand bo'lib turibdi. Mana shu 40 yillik universitetda 45 yil bo'lgan dedi. Tutganiga 40 yil bo'lsa, universitetga kirganiga demak bu 73 yil. Mana shu bir tarafdan juda qisqa hisoblansa, bir tarafdan juda katta tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan davr. Ana shu universitetni bitirgan aziz shogirdlarimiz, qizlar, yigitlar mana shu 40 yilda mamlakatimizga, davlatimizga o'zlarini olgan bilimlarini sarflab, yosh kadrlarni tayyorlashda juda katta mehnat qilishyaptilar.
shular o'qitgan o'quvchilari, ularning o'quvchilari, nevara shogirdlari hozir universitetda o'qib ishlab elga xizmat qilyapti. Mana shu kasblarini davom ettirib katta yutuqlarga erishyapti. Ana shu yutuqlarni eshitib bizlar ham juda xursand bo'lib, sog'inib eslayveramiz. Endi mana shu o'qitgan o'qituvchilar, onalar ko'pchiliklari hozir oramizda yo'q. Ana shu o'tganlarni talabalarda ham shunday bo'lishi ham qolganlarni umri uzoq bo'lsin, rizqlari faroq bo'lsin, o'g'il qizlari nevaralarini huzurini ko'rib o'zlariga o'xshagan ajoyib insonlar, ajoyib kasb egalari bo'lishiga tilakdoshmiz. Mana Bahriddin shogirdimiz hozir nafaqadaman deydi. Ana shu ko'pchilik nafaqaga chiqqan bo'lsa kerak, nafaqani kashfini surib, borib kelib, eslab, bir-birlaringizni so'rab, ishlaringiz hamisha davom etsin. Biz yaqinda bitirganimizning 55 yilligini uchrashdik. Shunda bizlardan qatnashganlar 20 shaxs bo'ldi-da. Sizlarning sonlaringiz ko'paysin. Sizlar ham 55 yil, 60 yilliklarda mana shunday to'planishganlaringizda bizlar qatnashib tabriklayveraylik. Sizlarga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda muvaffaqiyat, oilangizga tinchlik, osoyishtalik bo'lsin. Dunyomiz tinch, vatanimiz obod bo'lib, mana shu ajoyib zamonda vaqtli zamonda yashab, o'g'il qizlarimiz nevaralarini voyaga yetaversin. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Omon bo'linglar. Rahmat. Mamlakatga katta rahmatlar aytamiz. Tilaklar, istaklar. Siz ham shogirdlar baxtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tanishtirak, Ariq yoqasi, Bo'tana suv, Shirin loyqa suv, Tol ko'chada otlar taqasi qancha bo'ldi ko'rmaganimga. Yarqiz hidi tutgan dalalar, gapga chechan bog'cha xolalar, belanchakda yotgan bolalar qancha bo'ldi ko'rmaganimga. Bu qariqdan yolg'iz oyoq yo'l menga ilhaq, menga mushtoq yo'l, oq qadrdon bir juft qadoq qo'l qancha bo'ldi ko'rmaganimga. Ko'rishish, diydorlashish yana bir bora nasib etsin deymizda, davrana jo'kuv va qo'shiqlar bilan davom etamiz. Yaşlar düşünüyorum. Yok bir yaşlar düşünüyorum.
على خيوم هم على خيوم ko'ngildagi gaplar bilan davom ettiramizda davraga ustozlar nomidan taklif etamiz. Temurov Toshpo'lat Temirovichni davraga taklif etamiz. Yana bir aziz ustozimiz Mamatqulov Abdukarim domlani ham davraga lutfan taklif etamiz. Tilaklarni qo'shqa qilamiz. Bugun qancha tilak, qancha istak bo'lsa agar shuncha kam, shuncha oz, sababi bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Hozir oramizda mana shu siz bilan birga talabalik davrida birga o'qib, bugun aynan mana shu davrada qatnasha olmayotganlar bor. Aynan mana shunday yaxshi kunlarga yetishganiga yana bir bora Allohga shukrona aytamiz va aziz ustozlarni samimiyat bilan davraga tabrik so'zi uchun taklif etamiz. Marhamat, Temurov Toshpo'lat Temirovichni, Mamatqulov Abdukarim domlani davraga lutfan taklif etamiz. Kelinglar domlar. Assalomu alaykum. Hurmatli mening talabalarim. Saboq deyman. Sizlarni ko'rib o'sha hammalarimiz ishim o'sam chiqadi. Lekin ko'rib hammangiz ko'rib sizlarni ko'rib Roshka yasharyapman. Salomat. Biz 35'lerde ham kutuvdik. Ularni 71-76 bu vaqt bo'yicha ortiq qildi. Ammo men u vaqtda eng kuchli bilim bo'yicha ham g'alaba qilishadi. Qo'y. O'shani kecha kelib borasi deb aytganlarida men esa nima qildim, lekin kimda yashayman? Familiya u bo'yicha, lekin sezib o'tirdim. Yaxshi, mana bugun o'lyapman. Salomat bo'ling. Sizlarga hali endi kuch berdi. Sizlarga
Endi xizmat qilyapsiz. Xudo xohlasa. Yana shu kunlar yana 5 yil o'tadi. Xudo bersa yana o'xshaydi. Rahmat sizlarga. Rahmat domla. Katta rahmatlar aytamiz. Sağ olun. Rahmat yana bir domlamiz, yana bir ustozimizni davrida taklif etdi.